Men sizlarga Madina shahrini boshqa rakursdan ko'rishingiz uchun 2 qavatli avtobuslar qatnovi qo'yilgan joyni topdim. Bu joy Masjidun Nabaviyning 20 va 21 eshigidan chiqqaningizda asosiy yo'lning o'ng tarafida joylashgan. Bu joydan siz har bir kishi uchun $22 yoki 80 riyol to'lashingiz kerak. Oilaviy kelsangiz siz uchun chegirma qilib berishar ekan. To'lov qilib bo'lganingizdan so'ng sizga mana shunday chek naushnik va xarita beradi. Xaritada 12 ta lokatsiya berilgan. Naushniklarni taqib olsangiz, har bir manzilga yaqinlashayotganingizda sizga 16 xil tilda u joy haqida ma'lumot beradi. Не хотел, чтобы умма отвлекалась от послания Аллаха, славен он велик, Корана. Lekin afsuski o'zbek tili yo'q ekan. Har bir manzilga kelganingizda 5 daqiqa to'xtaydi. To'xtagan joyingizda tushib qolib, u joyni yetarlicha aylanib, yana o'sha tushgan joyingizga qaytib, haydovchiga chekni ko'rsatib, yana sayohatingizni davom ettirsangiz bo'lar ekan. Qo'lingizdagi chek 24 soat amal qiladi. Bu degani bitta joyga 24 soat ichida 2-3 marta tashrif buyursangiz bo'lar ekan. Lekin bir narsani esingizdan chiqarmang, sizga berilgan biletni yo'qotmasligingiz kerak. Bu doim yoningizda bo'lishi kerak. 24 soat davomida mana shu biletni ko'rsatib, xohlagan joyingizga yetib olsangiz bo'ladi. Agar buni yo'qotib qo'yadigan bo'lsangiz, qaytadan yangi sotib olishingizga to'g'ri keladi. Video cho'zilib ketmasligi uchun hamma joyni sizga ko'rsata olmadim. Bundanda qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormasligingiz uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.